Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, akalar va ukalar, opa-singillar. Bugun sizlarga bitta xonadon sotilyapti, uy sotilyapti. O'shani reklam. Muzravat mana stanovkasi. O'shani to'g'ri kelasizlar. Mana bu yerga yozib qo'ygan telefon nomerlari. Mana o'sha xonadonimiz pishgan g'isht bilan o'ralgan. Devorlari blok. Yana bitta tashqari tarafi o'rta darvozaxona. Mana ikki taraf. Bu necha metr endi bilmadim endi. 20 metrmi o'shanaqa bo'lishi kerak. Ichkariga kirish hech iloji bo'lmadi akalar. Bu egasi shaharda ekan, uzoq joydan. Bu kelguncha qarab turishga sal vaqtim kamroq edi. O'shaning uchun tashqaridan syomka qilib ketyapman. Narxi kelishadigan bo'lsak, narxi 385 ta deyapti ekan. 385 ming so'm deyapti ekan. Yana savdo bo'lar ekan. Buni tagi podval. Podvali ham bor dedi. Hovlisiga kirishga bironta joydan kirishga iloji bo'lmadi. O'shaning uchun tashqarisidan olyapman. Xudo xolasa yaqinda yana ko'ringizlar, ma'qul kelsa kelib ko'rasizlar yaqindagilar. Agar uzoqdagilar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yingizlar. Klient aniq bo'ladigan bo'lsa, ichlarini ham, polni hovlilarini ham egasi bilan syomka qilib qo'yib beraman. Bu xonadon nomeri sotishga qo'yib qo'ygan. Dokumentlari bor dedi. Hammasi 100% dedi. Tashqari tarafdan. Mana bu tarafdan, Bo'ston tarafdan kelsangiz, mana asfalt bilan shunday yurib kelasiz. Bu tepada Chashmasor znagi bor. O'sha yerdan qaytib turib to'g'ri masjidga kelaverasiz.